Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görgücü qarindaşlar. Tüzütüşki tegişlik illetler namlıq programımızın yeni sani arqalıq sizler bilen yeni üzgürüştük. Bugünkü programımızın aziz mehmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Tədqiqat Bölümü Məsulü Ustaz Muhammed Yusuf Qaracım. Ben programın riyasətçisi Abdülahad Ucat. Hürmetli ustaz programımızga qimmatli vaqtlarını çıkarıp geldiğiniz için köp rahmet etimiz hem kalçalımız. Allah razı olsun. Hürmetli qarindaşlar, bugünkü programımızda nasihatni qabul qilinmaslik illeti haqida to'xtalib o'tamiz. Qat'iy qilib kulishinglarni umid qilamiz. Hürmetli ustaz, bu programımızda nasihat qilish degan nima? Ulemalar bu nasihatni qandaq tariflab bizga tushuntirib bergan. Mushu haqda qisqacha ma'lumot berishdan boshlasak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahibi ecmain. Nasihat degan asli nasaha, yani saf degan saf bundağı binasini saplash, tazalash, pokizlash degandan chiqadi ekan. Nasihat degan o'zidan chiqib turdiki, bu samimiy nasihat qilish, yani ko'ngildagini samimiy holatda bir yetkazish. Endi ulamalar bunda ta'riflaydi ekan, buni nasihat degan ma'lum bir fikrni, ma'lum bir aqidani, ma'lum bir ko'z qarashni singdirish uchun odamning vijdoniga xitob qilish va yuragiga, ichki dunyosiga ta'sir ko'rsatish, bu nasihat o'tgan. Ilm bilan buni farqi shu ekan. Ilm hamda bir narsaning mundaqisi yaxshi ekanligini bildirib qolib, uni o'rganishga buyurish, ya o'g'itib bildirib qo'yish, ya talqin qilish, ma ilm ekan. Ammo nasihat ashunday vijdoniga ta'sir qiladigan, ichki dunyosini o'zgartira oladigan, ashunday so'zlar bilan samimiy holda bildirish. Endi buni Qur'on Karim Muhammad sallallohu alayhi vasallamga degan so'zda va'izhum va qullahum fi anfusihim qawlan baligha dedi. Ularga vaz nasihat qilgan va yuragiga ta'sir qilgan so'zlarni qilgan degan nasihatning tam ma'nosi bu shu bilan. Yani demek hem binasiniki to'g'ri shaklda bilish, hem bilganni aşu samimiy holida, shunga yetkidek holida qilgan darajada ta'sir ko'rsatib anglatish. İşte Allah razı olsun. Endi bu cemiyetimizde köpünçe kişiler yoki bazı insanlar oturuşta nasihat bilan manda tanqidni farq etmaydigan, nasihat qildim yoki fikr berdim deb boshqa odamlarninki ko'nglini ranjitadigan yoki fikr berilguchi kishima o qarshi tarafdagi insonninki uningga haqiqiy samimiy holida bir to'g'ri deb qaragan fikrini yetkazayotganligini his qilmay, shunday deb qaramay, masalan, men sizlar mening ustozim, qarindoshim shunday demamda. Sizlar uni bilinglar. Shunda turiblik bir binasini ham ma'munda bo'lsa ekan degan chog'da o qarshi taraf o'ylaydiki, bu menga qarindoshim menga to'g'ri haqiqiy ko'ynidi demay, yoki meni tanqid qildi deb darhol ashada qaynab qoldigan yoki fikrini gapni uziblam rad qildigan shunday ahvollar bo'ldi hamda. Haliqi nasihat qilsangmi tanqid deb anglaydigan, yeni binasizmi yine shunday bir fikrni qabul qilinmaslik bir illati jamiyatimizda mavjud. Shuning uchun ham bu yerda biz nasihat bilan tanqidninki farqi nima? Ondan keyin tanqid nima uchun shunday ochiq tuyuladi? O tanqid degan haqiqatan shunday ochiq narsami? Yoki sungan odam lazini ko'proq qo'yib buni ochiq qilib sunib solganmi? Ya shunday bu mushaqda bir ochiq bir tushuncha bilib o'tsak. Biz endi bu nasihatni dedik, ayna ta'sirli so'zlar bilan shu vijdoniga xitob qilib, ichki dunyosiga ta'sir ko'rsatish orqali ma'lum bir mazmunni singdirish. Xo'sh. Endi bu nasihat ayna. Endi tanqid har qanday bir xatolik, bir yetersizlikka o'zining qoidasi bo'yicha tuzitish berishni o'z ichiga bir fikrni o'tirg'a qo'yish endi. Endi bu bizning mushkulimiz shada endi. Bu nasihat bilan
tanqidninki arasında kişilerni jiq ayırıp bulanmaydı ve suiistemal qildiganlar bek jiq chiqadi. Nasihat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz vaqtida nasihatni masalan umum xalqqa nasihat qilmoqchi bo'lsa, umum xalqqa nasihat qildi, bir ishni tuzatmoqchi bo'lsa, jamoatning ichiga bir ishni tuzatmoqchi bo'lsa, ma baliq aqwamin deb yaf'alun kaza kaza. Bu odamlarga nima bo'lganda bunda qilyotdi, anda qilyotdi, bekimning ismini chiqarmaydi. Umumda bunda tuzatdi. Agar bir shaxsga maxsus nasihat qilmoqchi bo'lsa, uni chaqirib, akilib, qishqa akilib, dastlabda uningki yaxshi taraflarini so'zlab, uningki uni o'zininki kishiningki ijobiy tarafini so'zlab, ammo salbiy tarafini mana bunda tuzatding deb bundan qildi, uni %100 qabul qildi bunda nima bilan. Endi biz hozir jamiyatimizda buni aralashtirib o'tdik. Endi tanqid bilan nasihatni, endi nasihat qildim deb kishilar Aşu nimaga chiqib olib sosyal medyada yoki yozma narsalar orqali ayda kim bir yaxshi ish qilgan bo'lsa, mayli jamiyat olsun, mayli tashkilot olsun, mayli jamoatlar olsun, mayli shaxslar olsun, ashunga shu agar haqiqiy nasihat qilmoqchi bo'lsa u odam, ash odamning o'ziga yezib yo o'zi bilan ko'rishib bunda qilsa uning yo'li bor. Ammo uni bilib turib, unda qilmay, o'tirg'ich ayda chiqib, bunda qilgan suiistemal qilganlar bor hamda. Bu nima tanqidmi ikki xil bo'ldi ekan. Tanqid biri her qanday bir ko'z qarash, her qanday bir san'at yoki her qanday bir diniy qarash, her qanday bir asar yoki she'r ashunga o'zininki haqqoniy ko'z qarashini e'lon qilish. O şəxs bilan şəxs bilan hisoblaşmay, aşı əsərinin üzüge, aşı öz göz qarashini e'lon qilib, yozilgan bo'lsa, yozilgan maqola qarta. Aşının qarta özünün göz qarashini yozuvchiga emas. Yozuvchiga emas. Aşını e'lon qilib, onun maqsadi ham demak, ijobiy tanqid qiluvchilarning maqsadi aşı ishni texnik mukammallashtirish, yuksaltirish, kollektivlarni va jamiyatni, jamoatni birlikda ko'tarish, yuksaltirish. Naqislik tarafini yo'q qilish ma'ni niyat qildi ekan. Ammo salbiy nima qildiganlar, salbiy tanqidlaydiganlar bular yiqitquchi. Faqat shu mayli kollektivni olsun, jamiyatni olsun, jamoatni olsun e'tiborsizlashtirish uchun buning ichiga bir nodonlik, jaholat, hasad, buzg'unchilik, o'chmanlik, adovat hammasi yushirilgan bo'lgandan keyin shuni bilan uning u qarshi tarafninki mayli yaxshi qilgan ishi bo'lsin, yomon ishi bo'lsin, hammasini ashunda qiladi. Hatto shaxsning o'zini qo'shab bunga ayda nima qilganda bu yiqitici hamda. Bu shunga yiqitib tashlaydigan. Shunga arablarda ijobiy tanqidni an-naql banna deydi, qurg'uchi, qurib chiqquchi, kamchiliklarni yo'q qilib qurib chiqadi. Avu salbiyni an-naql haddam deydi, yiqitquchi deydi. Endi shunda bir insonlar borki, bu tanqidladik, nasihat qildik deganligi shu bahonasi bilan o'zining buzg'unchilik xarakterlik, dushmanlik xarakterlik, hasadxo'rlik, andin qanday ish qilib shaxsiy g'araz ashuni bozorga selib, hamda ashuni o'tirg'i chiqarib, ashu bir ism bilan bunda chiroyli nasihat tanqid degan ism bilan o'tirg'i chiqib ayda qilyapti. Endi buningda nasihatni nimishqa shundoq achchiq, bu tanqid nimishqa achchiq, nimish qabul qilmaydi deganda har ikki tarafda nima bor? Tanqid qilguvchimi, tanqid qilinuvchimi? Masalan, tanqid qilguvchilar biz deganda salbiy tanqid qilganlar jiqilab ketgan ekan, bu haliqi ijobiy tanqid qilganlarning farqini ayirib bulamay. Masalan, bizda haliqi muhabbat degan so'z hamda muhabbatlashdi, muhabbat desa bizni burunda tortib xalqimiz uningdan bir saskinadi nimishqa. Chunki muhabbat so'zini ishlatib kishilar haliqi o'zini nikohliq bo'lmagan kishilar bilan g'ayri shar'iy yurib, ayda nashayan ishlarni qilib chiqqanlik uchun muhabbat ismi ostida bu muhabbat satkunab qilgan. Asli bu muhabbat degan hayotning keraklik narsa, eng muhim narsa, bir oilaning jeni muhabbati. Bunda muhim narsa. Shu narsani satkunab shu tanqidmi shunga o'xshash. Shunda ijobiy yaxshi tanqidlarmi, ya'ni ijobiy tanqidlarmi, ayda salbiy tanqidlarningki jiqliqidan kishilarning tanqid qilinuvchi kishilarni hammasini menga qartilgan tahdid bu, menga qartilgan ayıplash bu deb hammani rad qilgan bo'lib qolgan. Bunda bir hikoya var masalan. Nasriddin apandim bir kuni bir shaharga kiray deb eshikini balasini elib menib eshakka o'zim minib balasini yetiltib mangandan keyin bir mahalladan o'tsa o debdi kişiler ya bu ma adam bak zalim adam ekan bu küçük balını yetiltib qolib o'zi eshakka minib yotdi.
Ondan keyin yana bir mahallaga o'tganda bu haq ayıplayotgan, sen menigin balam, men yetlab mangay deb balasini mindirib, o'zi yetlab mangsa, bu nima degan ahmoq odam bu ya? Kichik balni o chiqirib qolib eshakka o'zi minibdi, o'zi yashinib qolgan, o'zi minmamdi uni deb qilgan ekan. Yana bir mahallaga borganda bunda sakma ayıplayotgan, ikkimiz minaylamız deb eshakka o'zi minib balasini oldiga ilib o'tirib qolsa, bu qanday zolim odamlar bu bechora eshakni o'ltirib qo'yibdi, ikki minib deb ayıplayotgan. Undan keyin hamda bu hamda ayıplayotgan haq hamda biz hamda İkimiz yerdim ben eşekni yitlab mangay deb maqsa bir mahallaga mangandan keyin ma ahmoqligini eşek deganda bu mening debnim bo'lsa eşekni yitlab mangibdi ma ahmoqlik deb. Shuni o'xshash haliqa onda ashundaq mushu aqliyatdagi binasi azimaydigan, o'zining ishidan boshqa hech qanday ishni azitmaydigan odam, shu aqliyatdagi odamlar mushu Nasriddin apandim hikoyasiga o'xshash. Uni qanday yaxshi ish bo'lsa e'tirof qilmaydi, hammani ashi qilpaq. Ama siz qilpaqing desa uni qilolmaydi. Onun birini qilolmaydi. Mo'yinda bu ma'vo İkinci nasihat qilinguvchilarda yana bunda bir illat bor. Nasihat qilinguvchilar mayli hukumatlar bo'lsin, tashkilotlar bo'lsin, jamoatlar bo'lsin, shaxslar bo'lsin, olimlar bo'lsin, ziyolilar bo'lsin, mushu o'ttiri sharqda, o'ttiri sharq dunyosida bunda bir xil o'zini nuqsonsiz hisoblash, o'zini muqaddas hisoblaydigan bir xohish bor. Bu xohish hamda shu 4 xalifa tugagandan keyin hakimiyet Muaviye'nin koluğa ötkendiğin keyin aşağıdan şu çağdan tartıp başlap hakim mutlaklık tüzümü kelgen çağdan tartıp aşında bulap geligide bu. Yani meninki toğra bana karşı çıkanlar bu yaki havariç, yaki devletke karşı çıkan, yaki pitnixo, ya munda mukaddeslikte siyasetçiler için mesela bunu tenkitligen adam, böyle icabi tenkit olsun, selbi tenkitligen adam cinayet. Ama ulema, ziyaliler için bunu tenkitligen adam pitnixo. Şurada isim koyulalım. Ama bunu ma xohish mo'yinda bo'g'anlik uchun bunda bu tanqidning ichida shartlarga rioya qilingan, samimiylikni o'z ichiga olgan, noit ijobiy mo'yinda tanqid bo'lsa-mu, buni qabul qilmaydi. Hatto bir fikrni ichiga o'tirib, masalan, bunda qilsa qanday bo'ladi? Biz idora hay'ati bilan maslahat qilib bunda qilgan mukammal ishlar va buningda nuqson yo'q, bu gap yo'q, buni deb qabul qilmaydigan gap. Endi qabul qilg'isi qabul qilmasa bo'lmaydigan kelib qolgan vaqtida nima deydi desa, her qanday adam xatolashidu, xatosiz adam yo'q deydi. Bu haliqa arab tilida bir gap bor, kalimatul haq yuradu bihil batil. O so'z haq. Her adam xatolashidu, ama xatolashdi deb biz xatolashdik, ama itiraf qilmaydi. Buningdagi bunda tuzatayli degan gapni qilmay, hamma odam xatolashsa, hamma xatolash, men xatolashman, hamma odam xatolashidu deb o'tkazib o'tgan gap endi. Demak, mushu xohish, shu bizda mushuna muqaddaslik, ya'ni biz musulmonlar uchun Allah Taala bilan Rasulullah'ın sözünden başka hiç qanday söz muqaddas emas. Her qanday sözni onu o'zgartirishga bo'ldi, o sözünü tuzitishga bo'ldi, nima qilishga bo'ldi. Ikkisini bo'lmaydi endi. Lekin bizning bunda muqaddaslik eng kallamizga kirib olganlik, mayli jamoatlar bo'lsin, siyosiy yo'llar bo'lsin, ulamolar bo'lsin, ziyolilar bo'lsin, ba'zilar yani hammasi emas, kallasga shunda kirib olganlik uchun mushundan to'g'ri gapni qabul qilolmaydigan, hatto uyga kirib o'tirib, chaqirib akirib bir restoranga bir yer chaqirib o'tirib, bunda deb tushundiysizmi, kallasini lang'ishtirib qolib yoki nima qilib qabul qilmaydigan bunday ahvol bor. Nimishqa bu kalladagi narsa. Buni bunda bir misol bor yana. Bir muallim, inglizcha muallim bir kun sinfga kirib bolaga topshiriq ishladinglarmi desa, bolalar biz ishlayapmiz deb, bal hammasi birlashib olib inglizchani o'qimaslik uchun ayda dishibdi-da. Ya muallim bu ingliz bek tez, biz bunu ügünenmeymiz deb qilgandan keyin muallim shuni bilan turib ketib gap qilmay daskaga bir nima sizgan, bir shisha sizib, shishining ichiga bir to'xini sizdikanda, to'xini sizib, endi mushu to'xini, mushu shishini chaqmay, to'xini o'ltamay qanday chiqag'iludi deb biringlar degandan keyin boladan eshitib, ya muallim biz mushu shishini chaqmasak, men tirik chiqag'ilmaydi. Yana birisi aytgan, biz shu shishining ichiga to'g'izib, to'xini parchalab o'ltirib chiqarsak, chiqag'il bo'lmaydi. Chiqag'il bo'lmaydi muallim deb turibgan. Degandan yana bir o'quvchi turib, ya ustoz, buni shu shishining ichiga to'xini kim sulg'an bo'lsa, shu chiqara oladi debgan. Ha, men mushu javobni izlaydim. Nayt to'g'ri gap qilding. Anda sizlar mushu inglizcha nayt tas inglizcha o'rgangan bo'lmaydi degan fikrni sizlar kallangizga o'zingizga kirib oldinglar. U kallangizga o'zingizga chiqarmasanglar uni, men ha qancha inglizcha yaxshi, oson, unda deganimni berib bakar deb. Shunga
Aşı qarindoshlarmi, aş kallasiga kirgizib olgan qarindoshlar biz muqaddas, bizning fikrimiz muqaddas, biz xatolaşmaymiz, bizning hamma ishimiz to'g'ri deydigan qarindoshlar o'zini shu o'zining kallasiga sha'nasini chiqirib etish kerak. O'zini to'nib, ashuni chiqirib etish kerak. Chiqirayotganligi bu masala o'ngishildi. Endi u haliqa ijobiy bo'lgan qarashlarga, ijobiy bo'lgan tanqidlarga qarata bunda pozitsiya bildirganlarni deymiz. Ammo haliqa salbiy bo'lgan hujum qilguvchilar, hasadxo'rlar, bularninkini zaten unga hammamiz qarshi turamiz endi. Unga u zaten har qanday narsaning bir sharti bo'ldi, masalan, tanqidlashning bir sharti bo'ldi. Agar bir tanqidlamoqchi bo'lsa, masalan, bir kimni u odamniki xalqning orasida yoki rastida yoki bunda sosyal medyada bir kimga qaratib nasihat qildim, 100 ming qatim nasihat qildim desam, bir quruq gap nasihat emas u. U nasihat emas, u faqat o odamni tushirish, o odamning e'tiborini rasvo qilish u. Agar haqiqiy nasihat qilmoqchi bo'lsang, yo o'ziga yozsa, yo o'ziga telefon qilsa, yoki bir yerga berib o'tirib so'zlab nim qilsan. Men hozirgacha nurg'un qarindoshlarga, bunda ba'zi narsa yozgan qarindoshlarga, bir narsa chiqqan qarindoshlarga ayda o'ziga maxsus bunda üzərindən fikrini yetkiziş arqılıq, ularning mening yozgan narsamga fikrini yetkizish arqılıq, shunda nurg'un kishilar shunda kuchliq bir do'stlik bir ikkilikda bu haqiqiy samimiy nasihatning jiq hikmati, jiq foydasi bor ekan. Foydasi men jiq ko'ragilgandim uningki. Boshqanda shu nimaniki tanqidninki haqida kimni tanqid qilmoqchi bo'lsa, uningki masalan tanqid qilsam, hozir mushu odamni men tanqidlasam, o'zimning fikrimni qilsam, o'tirib qo'ysam, mushu vaqt munosibmi yoki mushu so'z munosibmi? Buning foydasi bo'ladimi yoki ziyni bo'ladimi? Uni bir mo'ljallab aytdim. Uningdan keyin andin men mushu mavzuni hozir tanqidlamoqchi, bu mavzuni men tushundimmi? Buning demoqchi o'g'ini men tushundimmi? Ama nurg'un odam o'zininki saviyasidan gumonlanmay, qarshi tarafninki ya so'zini tushunmaydi, ya uning she'rini tushunmaydi, ya yozgan narsani tushunmaydi, yoki so'zlagan nutqini tushunmaydi, maqsadini tushunmay turib chandaga tutqanlabada. Anda qilmay, ani bir tushunib avval uningdan keyin bu odamga yalğız şunu nasihat qilsam durust bulandı, bunu bir mo'ljallash. Uningdan keyin o'zi shu mavzuni obdan bilishcha, shu mavzuni o'zi bilmagan bir sohada bitimga chandak atmay, bunda qilish kerak. Uningdan keyin bu nasihat degan mehribonlik bilan ashunda bo'lgan gapganda, shunga payg'ambarlarning shu qavmlarga va ana nasihun amin va ana lakum nasihun amin. Sizlarga men eng ishonchli va samimiy nasihat qiluvchi-da. Shundoq chin ko'ngildan shu nasihat degan shu samimiy degan yurakdan chiqqan gap. Egizden emas. O egizden çıkan söz kulakka berip, makulak kip, makulak çıkış mümkün. Ama yürekten çıkan söz yürekle berip toktaydı hem de. Nasihat şu anda. Tanqidnimi hem de, tanqid degan hakikaten hem de açık. Her qanday şu sebepten açık. Tanqid yolda qo'llanilmaganlik uchun qo'llanuvchi va tanqidni qabul qiluvchi shaxsning unga hozir bo'lmaganligi uchun, chunki o'zini muqaddas bilganligi uchun, xatolashmayman deganligi uchun uni açık tuyuldu. Eğer biz aşının qadrini bilsek, bu tanqid bizning hayotimizdan ayrilanmaslik kerak. Nimishqa desa, bizning hayotimizning bir parçası. Çünkü mesela uy ichida biz bolalarimizningki bir xatolik yüz berse öyde, onu bir qancha ya chiroyli so'z bilan, ya bunun bilan bir shuni o'ngshashga tirishimiz bilan hammadan shuni o'ngshashni. Bizning islom oilasi shunda bir ailega o'xshash, bir musulmonlar shunda bir oilamdi. Biz bu shu ashula nima ashunda chiroyli o'zining yo'lida munosib vaqt. Masalan, biz bolalarımizga nasihat qilmoqchi bo'lsak, bolalarımizga tuzitish bermoqchi bo'lsak, bolalarimiz maktabdan kelib bo'g'ichi, "Hey balam, sen anda qilsa" deb chiqsak, uningki texma nervisini %80% nima qilyapmiz endi? Anda emas, masalan, uni mashin munosib bir o'tirgan vaqtda, chiroyli hammaylik ko'ngilli o'tirgan vaqtda, ha, ma'no yo'li ma'no deb tushundirsak, 100 qabul qildi. Boshqa musulmonlarga ham shundacha, u odamning kasi kelmaslar bunda nima qilmay, shuning vaqtini bilib, vaqtini tutib, munosib vaqtni belgilab Aşında qilsam, shu tanqidni nayt foydasini ko'ngil bo'ldi, chunki shu tanqidni behojat bo'lmayman. Chunki shu tanqidlar ijobiy tanqidlar, ya'ni ijobiy tanqid va nasihat bizning yo'limizni yuritib, agar ketgan yerimizni to'g'rilab, bizni to'g'rilab mang'adamdi. Oxirgacha. Shunga musulmonlarda har juma kunlikda vaz nasihat qilish, masjidlarda vaz nasihat bakar gap emas, va zikr fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ya'ni mu'minlarga albatta foydasi bor bunga vaz nasihat. Xulos kalam, ya'ni tanqid qiluvchi va qilinuvchi har ikki taraf shuningki adab arkonlarga rioya qilgan asosda qilish kerak. Alloh razı olsun. Endi bu
nasihatni qabul qilmaslikqa islom qanday qaraydi masalan? Endi masalan nasihatni qabul qilmaslikqa nasihatni helqidak o'zining qoidalariga rioya qilgan, o'zining adab axloqiga rioya qilgan holda to'g'ri nasihat, samimiyat bilan to'g'ri nasihatni qilsa, uni qabul qilmasa, bu odam mu'minlarning sifati bilan sifatlanmagan bo'ldi. Chunki Qur'on Karim o'z vaqtidagi munofiqlarni sukab shu chaqda deganki va iza qillahattaqillaha akhazatuhul izzatu bil ismi deydi. Ya'ni ularga Allohdan qo'rqin, ma qilgan ishing xato, bunda qilgin desa, ona aytdi kibrlanib hamda gunoh bilan ko'ranglab ketadi deydi. Shu ko'ranglab ketish shu munofiqlarning sifatiga kirib qoladi. Haqiqiy joyida qilingan samimiy, to'g'ri nasihatni qabul qilmagan odam munofiqning sifatini o'zida ya'ni tashlamagan bo'ladi hamda. Alloh razı olsun. Endi bu nasihatni qabul qilinmaslikka olib boradigan omillar. Bir inson qanday olib qolsa, shunda boshqalarning nasihatini qabul qilmaydigan bo'lib qoldi. Ya'ni qarshi taraf nasihat qilg'uvchining qilgan nasihati qanday vaqt qabul qilinmaydi. Boshda biroz deb o'tdik hamda. Mana bir qisqa holat. Uni qisqa desak, yana har ikki tarafda har qanday bir inson men 90dan kam emas. Menga shu nimaninki baq Umar ibn Xattob roziyallohu anhuninki rahimallohu umrin ahda ilayhi uyubi deydi. Allah bir menga eyiblerimni ko'rsatib bergan demay, eyiblerimni menga hadiya qilgan insonga Alloh rahim qilsin deydi. Ya'ni eyibini deb berganlik xuddi uning bir hadiya berganlikdan tushunganda bunday tushunadi uni. Shu eyibni bu xalqning oldida, "Hey Umar, anda bunday emas ham demaslan. Shu o'ziniki ma xatolab qoldi, mana bunday qilish kerak, bunday qilish kerak" deb jamda. Şu Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bir ayolmi sen xatolashding Umar deb aytdi degan Umar ibn Xattob roziyallohu anhu qabul qilgan hamda uni u chaqda hech qanday ko'ngilda xafalab qolmagan. Bu Umar axtaa val mar'a asabat deyapmi? Asabat ya'ni xuddi to'g'risini dedi, Umar xatolashdi. Ammo hozirgi zamonda Umar ibn Xattob roziyallohu anhu yo'q hozirgi zamonda. Hammadan Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bultgan bo'lgan bo'lsa, biz musulmonlar bu holatda qolmaydik hamda biz dunyoni suraytdik. Endi shu insonlarga keliminasi ala uqulim deydi ya, aqliga yarasha so'zi deydi masalan. Shunga insonlarga vaz nasihat qilgan vaqtida yoki tanqid qilgan vaqtida odamga qaratib, shu odamning o'ziga tanqid qilgan vaqtida dastlabda uning fazilatlarini so'zlab, nihoyat siliqlik bilan ma'noda tuzib qo'ydi desa, u qabul qildi hamda. Endi mana bunday hal qilish kerak. Ammo hozir siz degan hadisni vaqalikni dalil qilib turib ba'zilar hamda aslında bu Ömer'in qilganda bular qilmaydi deb böyle dasmi qilib turib, o'ltirib qayintirgan, o'ziga pay chiqarib olgan islomi mavjud hamda ashna degan odamga mushu chataqam Umar ibn Xattob roziyallohu anhu deganda birisi kelib asha odamga sen xatolashding deb bunday desa asha odam o'zi qabul qilmaydi hamda. Chunki hozir bu Umar ibn Xattob shirkaya vaqtida shuni dalil qilib o'ltirib qayintirgan. Ondan keyin shu masalan boshqalarni şu orqali tushirishga urinadigan hamda ahvollar buni qanday tushunadigan gap hamda. Bunda hamda inson tabiati bunda o'zini xalqning oldida yoki tushiradigan aylanib qolsa hech qanday odam qabul qilmaydi. Hech qanday odam qabul qilmaydi. Endi Rasulullohninki sahobalar degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ashuni alohida bir tanlangan zotlar ta qiyomatga sahobalarninki darajaga yetadigan, sahobalarning fazilatiga yetadigan hech qanday inson chiqmaydi. Shak yo'q hamda. Ular aşında yüzüge ayında desin bu, ayında qabul qilib, onunğa yani rahmet aytib, bana eybimni deb bergan adam, eybimni bana hadiya qilgan adamga Alloh rahim qilsin deb bundan kaşki hamma musulmon bunda bo'lish kirishlik shunda bo'lish kerak. Ayında bo'lish kerak. Talab shu. Lekin shunda bo'lmaydi. Shunda bo'lmagandan keyin sen ashunda bo'lishing kerak, ashunda bo'lishing kerak deb sahoba qilgan muomalani aniq qilg'ili bo'lmaydi hamda. Uningga mushu qaysi jamiyatda yashayotgan, qaysi saviyada bo'lish, saviyasiga loyiq gap qilmizda, taqvoligiga loyiq, ashadamniki saviyasiga loyiq, tirishchanligiga loyiq gap qilmasa, qabul qildiğil bo'lmaydi hamda. Bu reallik hamda. Endi uni hamma odamga shu hamma sahoba bo'ldi desa, sen o'zing bir bulab boqamiz, sahoba bulab boq deymizda hamda. Allah razı olsun. Endi ustoz bu nasihatni qabul qilmaslik illati
avj asa bir jamiyatda buningki shaxs va jamiyatlarga qanday ziyni kelib chiqadi? Onun ziyni qandaq desa, masalan, burunqi payg'ambarlarninki hammasining qissasida men uni Nuh alayhissalom deydi, masalan, kecha kunduz vaz nasihat qildi, anglamadi deydi, boshqa payg'ambarlar vaz nasihat qildi, hammani rad qilib ular anda qilgandan eng oxiri uningki halokat bilan tugashgan shunamamdi. Endi bu bunda vazniyat to'g'ri joyida qilingan, shartlarga loyiq darajada samimiy qilingan, to'g'ri vazniyatni qabul qilmagan qavm endi Alloh taolaning g'azabiga uchraydi desak mubolag' qilgan bo'lmaymiz endi. Chunki bizningki dalilimiz bor. Burunqi payg'ambarlarningki qavmlarimi ayda shunda chiroyli nasihatlarni va ana lakum nasihun amin. Shunda chiroyli yumshoq gap qilgan. Hatto Fir'avnning qishqa avatganda Alloh taolo yumshoq gap qilinglar deb. Unga fahallaka ila anta zaka va ahdiyaka ila rabbika fatakhshadi. Sen bir günahdan paklanishni xohlamsan ve bizning seni Rabbimizga yetaklashimizni xohlamsan deb shunda chiroyli gap qilsa, u nima degan? Ma urikum illa ma ara va ma ahdikum ila sabil rashad deydi qavmiga. Ma musamine hidoyat qilaman, o qilaman, bu qilaman, Allohga apirman da'vatida. Men degan to'g'ri yo'ldagi odamman. Men sizlarga samimiy chin ko'nglimdagi maslahatni beryapman. Men sizni faqat to'g'ri yo'lga boshlayman dedi. O'zi ozg'unlikda turib, to'g'ri yo'lga boshlayman deb o'yladi deganda endi mushunda ulab ketgan qavmning oqibati qanday bo'ldi? Halok bo'lib ketdi. Endi u ashundan ibrat elish kerak-da, endi tarixni ibrat elish kerak inson. Allah razı olsun ustoz. Vaqtim yavrab qoldi. Endi programmamizni eng oxirgi bir masalan tugatsak savollar. Bu mushu illatni hamda nasihatni qabul qilinmaslik illatidan qanday qutulg'ol bo'ladi bu vaqtda tavsiyalarni? Nasihatni qabul qilmaslik illatidan qutulish uchun har bir inson o'zini tekshirish kerak-da. Men arifa nafsahu faqad arafa robbahu deydi. O'zingni tunish kerak. Biz masalan o'zimizning ko'plarimiz o'zimizning hajmini tunimayapmiz masalan. O'zimizning nurg'un g'alat ishlarni qilyapmiz, nurg'un kamchil ishlarni qilyapmiz, ammo o'zimizni mukammal deb ketib, "Yo, paloni degandan menga nasihat qilish salohiyati emas" yoki degandek. Endi bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadis var yana, kibr degan, biz kibr desa, biz odatda xalqimizda bunday chiroyli kiyinib, bunday yasinib, bunday g'adib manqadamni kibr deydi. O degan kibrning bir mazahir ko'rinishi, ammo shu ichidagi kibrning bir ko'rinishi avu. Ammo uning ichidagi haqiqiy kibr nima desa, batarul haq va g'amtun nas dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni haqiqatni qabul qilmaslik, ya'ni haq so'zni qabul qilmaslik va kishilarni ko'zga ilmaslik. Masalan, bizning nazarimiz nayt oddiy sanaladigan, yoki o'qimagan deyli, yoki nima deyli, shunda oddiy bir odam nayt to'g'ri gapni qilib bizga, "Ma ishda xatolashdingiz" desin, yoki ma bir to'g'ri bir fikrni elib kelsa, u qanchalik odamda u degan, shu haqiqatni qabul qilmaslik. Undan keyin insonlarning ko'zga fikriga qaramay insonning shaxsiy. Insonning shaxsiga qarab, masalan, shunda oltindagi fikrni bersim, kim beribdi, o palon degan qanchalik dedi. Demak, kibr shu. Musha kibrni biz yo'qotmoqcha, har qima o balki tuxu bilan nimaniki shishiniki hikoyasiga o'xshash, shu kibrni kallamizdan chiqarmoqcha bu masala bo'lmaydi. Kibrni biz qutulib, bizma xatolashayotgan inson, xatoliklarimiz natija, fazilatlarimizning yanında xatoliklarimiz natija, shunga bizga qanday bir qarindishim to'g'ri yo'sinda samimiyat bilan meni tuzatsa, menga mushundaq tuzatish bersa, men unga rahmat aytaman deganni o'zimizni qoyil qilib, o'zimizga verip aşını özümüzde aşı halatga akasak, onun için anda qabul qilgan bo'lamiz deb o'ylayman. Çünkü biz aşı halatga kelish kerak. Çünkü nurg'un insonlar o holatdan yiroqda. Çünkü ular avu masum qatoriga o'tib ketaylik masalancha. Biz bir ish qilsak, maslahatlashib qilamiz, idora heyeti bilan qilamiz, bunda qilamiz. Bizde ma işlida anda nima yo'q deganga o'xshash u chiqmada demisimi bunda qabul qilmayotgan bunda nima. Masalan shunda har qanday Allohning kitobidan, Rasulullohning sunnat hadislardan boshqasida endi xatolik ko'rinadi insonchilik hamda. Anda bo'lganki shu inson boshunada bizda bunda bir yetarlilik bo'lib qolishi mumkin. Buni tuzatish berganlarga biz qarshi olamiz degan ashunda ko'nglimizda shuni bir qoyillik, bir qanoat bo'lsa, uni degan aniqdir. Agar hamda bizda anda qanoat yo'q, anda bo'lsa har qancha chiroyli oltindek nasihatlar kasimi kallamizdan lang'ishib qolib o'tib ketaveradigan gap. Shunga o'zimizni tekshirish, o'zimizni bilish hamdacha. Allah razı olsun.
Şahtibi değilim ben. Hürmetli televizyon kardeşler, bunun bilen bugünkü tüzültüş illetten namlıq programımız ahırlaştı. İnşallah başka programlarda görüş ümidi bilen hemmelerine Cenab-ı Allah Teala'ya tapşırdık. Hayırlı hoş aman bilenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.